Ko'pchilik odamlarga lapatka og'ir telefonlardan ko'ra kompaktni yengil telefonlar yoqadi. Kompaktni telefonlarning o'zini katta muammosi bor. Ya'ni batareykasi kichkina bo'ladi. Bu telefonda unaqa muammosi yo'q. Shuning uchun buni razmeri iPhone'ning Pro modellarida. Ya'ni kompaktni yengil. Bu yerda qo'yilgan batareykasi 6,5 ming amper. Uncha lapata katta telefonlarda ham bunaqa batareya yo'q hozirgi kunda. Protsessori Snapdragon 8 Gen 3 Sapernigi Dimensity 9300+. Hozirgi paytdagi любой o'yinni, любой programmani bemalol tortadi. Va kamerasi 3 ta полноценный modul 1x, 3x va 0.5x. Hammasi 4K 60 fps video oladi. Tiniq, yaqinlashtirishlari ham ancha uzoq. Xo'p, bu telefonimizda Vivo X200F'ye global versiyasi, o'zbek tili, rus tili, 5G nima odamga hozirgi paytdagi odamga kerak bo'lsa, hamma narsasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, Androidchi Telegram kanalida bu telefonimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol profilga kirib, silka orqali o'tishingiz mumkin.